Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksika maydonlarida o'tkazilayotgan Jahon Chempionati guruh bosqich uchrashuvlari ham yakunlandi va bugun tunda soat 12:00 da boshlanadigan Kanada va Janubiy Afrika terma jamoalari o'rtasidagi bahs bilan play-off o'yinlari ham boshlanadi. Ertaga 29-iyun kuni O'zbekiston vaqti bilan soat 22:00 da 5 karra jahon chempionlari Braziliya, Osiyoning eng qudratli terma jamoasi Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi. 29-iyundan 30-iyunga o'tar kechasi soat 1:30 da Germaniya Paragvay qarama-qarshiligi start oladi. 30-iyun kuni tongi soat 6 da play-offning markaziy o'yini Niderlandiya va Marokash o'rtasidagi bellashuv boshlanadi. 30-iyun kuni kechki soat 22 da yana bir qiziqarli bahsda Cote d'Ivoire Norvegiyaga qarshi maydonga tushadi. 30-iyundan 1-iyulga o'tar kechasi soat 2 da Fransiyaning Shvetsiyaga qarshi bahsi boshlanadi. 1-iyul tongida soat 6 da mezbon Meksika Ekvadorga qarshi maydonga tushadi. 1-iyul kuni kechki soat 21 da Angliya terma jamoasi biz uchun tanish bo'lgan Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bellashuvda ishtirok etadi. 1-iyuldan 2-iyulga o'tar kechasi soat 1 da Belgiya va Senegal o'rtasidagi qizg'in bahs bo'lib o'tadi. 2-iyul tongida yana bir mezbon Amerika Qo'shma Shtatlari Bosniya va Gersegovinaga qarshi kurashga chiqadi. 2-iyuldan 3-iyulga o'tar kechasi soat 12 da Ispaniya va Avstriya o'rtasidagi bahs boshlanadi. 3-iyul tongi soat 4 da Portugaliya Xorvatiyaga qarshi maydonga tushadi. 3-iyul kuni ertalabki soat 8 da Shveysariya Jazoirga qarshi o'ynaydi. 3-iyul kuni tungi soat 23 da Avstraliya Misr qarama-qarshiligi boshlanadi. 3-iyuldan 4-iyulga o'tar kechasi soat 3 da amaldagi jahon chempioni Argentina musobaqa kashfiyoti Cabo Verdega qarshi maydonga tushadi. 4-iyul kuni tongi soat 6:30 da Kolumbiya va Gana o'rtasidagi bahs bilan play-off o'yinlari yakunlanadi. Shuni ham ta'kidlash joizki, Germaniya va Fransiya terma jamoalari o'z raqiblarini mag'lubiyatga uchratgan taqdirda 8 dan 1 finalda o'zaro raqib bo'lib maydonga tushadi. Shuningdek, Ispaniya va Portugaliya ham o'z o'yinlarida g'alaba qozonsa 8 dan 1 finalda uchrashadi. Shuningdek, ko'pchilik muxlislarni qiziqtirayotgan Argentina terma jamoasi Cabo Verdeni mag'lub etgan holda keyingi bosqichga yo'l olsa, bu bosqichda Misr va Avstraliya qarama-qarshiligi g'olibi bilan o'ynaydi.